Doktor, qarang, tishlarimni qariguncha sog'lom saqlash iloji bormi? Ko'pincha odamlar yosh o'tishi bilan tishlarini yo'qotadi, lekin bunga asosiy sabab tishlarni o'zida emas, balki ularni o'rab turadigan milk va suyak to'qimalarida. Buni asosiy sabablari bor. Birinchidan, tishdagi yumshoq va qattiq qoldiqlar, ya'ni toshlar. U yerda bakteriyalar to'planib, kislotali muhit hosil qiladi, natijada milk yallig'lanadi, suyak yemiriladi va tishlar bo'shashadi. Ikkinchidan, noto'g'ri prikus. Chaynash bosimi noto'g'ri taqsimlanib, natijada jarayon tezlashadi. Uchinchidan, nosog'lom turmush tarzi, zararli odatlar, noto'g'ri ovqatlanish. Bu umumiy yallig'lanishni kuchaytiradi va tishlarni yo'qotish xavfini oshiradi. Agar tishlaringizni uzoq saqlamoqchi bo'lsangiz, kuniga 2 marta tozalang, sog'lom turmush tarzini tuting va albatta har 6 oyda stomatolog ko'rigidan o'tib turing. Chunki og'iz bo'shlig'ida ketayotgan jarayonlarni ko'pincha o'zingiz sezmasligingiz mumkin. Bu videoni hech qachon stomatologga bormaganman deb faxrlanib yuradigan do'stingizga yuborib qo'ying.